Hörmətli televizor kögüçülər, naq maydandakı tamaşaçılar. Hazır gördüğünüzlər Şinjan televiziya stansiyası Xuyu Mədəniyyət Taqıtış Çəklik şirkəti bilan Elbidar Mədəniyyət Media Çəklik şirkəti birləşib yenidən yolu qoyğan nutq sözləş tipidagi programma ular şundaq deydi. Biz bu programımızda hər saha, hər kəsbdə özününki həyatında muvaffəqiyyət qazanğan şəxslərni təklif qılıb ularınki hayat keçirmişləri, təcrübələri və yeni qimmat qarashlarını sözləş arqılıq cəmiyyətə yeni aktiv energiya taqatmaqçı. Bugünkü baş qəhrəmanımız bolsa, həmmimizə tanışlıq bolğan, bütün cəmiyyətdə təsir paydo qilgan Buğda doktorxanasınınki qurğuvchisi və şundaqla məsuli Erkin Haşim əfəndim. O ilgir keyin bo'lib Şinjan bo'yicha ko'zga ko'ringan 10 munavvar yosh. Abdunum rayon bo'yicha tunji navbat egilik tiklagan 100 yosh cho'lpon. Urumchi shahar bo'yicha tunji navbatlik 10 munavvar egilik tiklash cho'lponi. Mamlakat bo'yicha xodimlarga ko'ngil bilgan munavvar korxonachi. Mamlakat bo'yicha erlik shunoslik sog'lomlik bilimlarini umumlashtirishdagi 10 cho'ng mutaxassis qatorliq sharaflarga erishgan. Erlik sog'lomligining kapolati, bozor egiligi va zamonaviy doktorxona boshqarish, jinsiyat va ruhiyat qatorliq kitoblarni yozib nashr qildirgan. Jonghua erlik shunoslik jurnali qatorliq nopozliq jurnallarda 20 parchadan ortiq ilmiy maqolasi e'lon qilingan. Mana bu kishi erlik shunoslik sohasida hammamizga tanishlik bo'lgan, mamlakat ichi va xalqarada zo'r olqishga va e'tirof qilishga erishgan faxrli o'g'lonimiz Erkin Hoshim. Erkinka, aldı bilan sizniki bugungi bizning programmamizga qadam tashrif qilganligingizga rahmat aytamiz. Shuning bilan birga sizniki necha 10 yillardan beri bizniki jamiyatimizga bo'libmi boya aytgandek bizniki intayin muhim soha bo'lgan, bo'lib tibbiy sohadagi nuqtaliq sohada bizning jamiyatimizga qo'shgan tuhfingizga rahmat aytamiz. Shuning bilan birga hozirgi biz sizniki ahvolingizdan bir qisqa xabarda bo'lsak, hazır Buğda doktorxonasining ko'lami qanchalik bo'ldi, qanchalik adam bor, bu haqda bir uchur bergan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli naq maydondagi do'stlar, televizor oldidagi yoshlar. Men oldi bilan shunday bir fursatda do'stlar bilan hayot masalalari haqida suhbatlashadigan, so'zlashadigan, fikrlashadigan fursatning bo'lganidan intayin xushalman. Shunday bir suhbat orqali do'stlarimizga biroz aktiv energiya bera olsak, biroz bir taklif maslahat fikrlar bera olsak, biz vaqtimizni bekor o'tkazmagan bo'lamiz. Buğda doktorxonasi bugungi kunda Abdunum rayon tavasida bir bosh organ, 6 tarmoq doktorxona, bir tadqiqot o'rni bo'lib, 400 ga yaqin axlatli xodimlar ishlaydigan ko'payish sistemasida shu ilmiy tadqiqot, klinik mulozimati qatorliq taraflarda shu bemorlarimizning ehtiyojini qondirib, her saha adamlarınki tegishlik e'tirof qilishiga erishib, shu Abdunum rayon tavasida o'ziga tushliq ta'sir doirasi va bir fuqaroviy davolash korxonasiga aylandi. Necha yillarning oldida sizning kitobingizni o'qigandim, ya'ni jinsiyat va ruhiyat degan kitobingiz. Bizning jamiyatimizda cho'qim Freudga o'xshash odamlar chiqish kerak. Chunki ma'lum bir insonlar to'pidagi yoki ma'lum jamiyatdagi mohiyatlik masalalarni tadqiq qiladigan odamlar o'tirib chiqish kerak. Shu jinsiyat bilan ruhiyat o'tirishki, mohiyatlik munosabatga bo'lgan tonuşunuz bugün bağansır iş büroduğu değil mi? Şundaqa. Ben Ali Mektep'te o'qiyotgan vaqtlarda şu cinsiyat sohasiga qiziqqan bo'lg'achqa, shu jihatdagi tadqiqot va klinik davolash jarayonida oldingilarninki mamlakat ichi sirtidagi shu sohadagi olimlarninki qoldirib qo'ygan shu natijalar asosida davomli holda bizningki gruppadagi sabdoshlar bilan birlik tadqiq qilib, insoniyatninki shu jinsiyat psixikasining o'ziga xos qonuniyati borligini, mavjudotlarning hammasining o'ziga tushliq bir mavjudlik qonuniyati bo'ldi. Shuningga o'xshash insonning ikki qismidagi psixik holatning, harakatning, shundaqla yeni tarayotgan vaqtda jinsiyat psixikasining o'ziga tushliq harakat qonuniyati bo'lganligini bayqab bu nazariyani o'tirib qo'ydik. Davomli holda buni isbotlash yo'lida ilgarilayapmiz va shu qonuniyat asosida biz o'tirib qo'ygan davolash tartiblari bugungi kunda ijodiy holda mamlakat ichi sirtidagi mutaxassislarning e'tirof qilishiga erishib, o'ziga tushliq yaxshi bo'lgan davolash unumini ko'rsatdi. Oldin nutqingizni bir anglasak. Men bugun o'zini tonish va hayot degan shunday temada o'zimning ko'z qarashimni ko'pchiliklar o'rtoqlashib o'tmoqchi.
Ben ballık vaqtimda azdır köptür şiir qo'shoqlarni o'qib ketdim. Saboqdoshlarim, muallimlarim meni cho'ng'oz shoir bo'ldi deb maqtab ketadi. Shuning bilan men Pushkinga o'xshash dunyoga dağlıq shoir bo'lishga bel bog'lagan. Bel bog'laganlar emas. Toki tuluqsizni bitkazgicha gumon qilmagan, men ashta bo'lma deb o'ylagan. Tuluq o'tirib chiqqan vaqtda men matematika jihatdagi biroz ortiqchiligim tufaylidan Xolog'inga o'xshash matematika olim bo'lishga bel bog'ladim. Oliy maktab imtihon berdigan vaqtda oilamizdagilarning tavsiyasiga asosan men doktorlik yo'lini tanladim. Oliy maktabning o'rta qismiga kelgan vaqtda men cho'nqur o'ylanish orqali erlikshunoslikdan iborat mushu kasbni o'zimning umrlik tirishchanlik yo'li qilishga bel bog'ladim. Bo'g' doktorxonasining qurilishi va taraqqiyoti meni asta-asta korxona boshqarish jihatda bilim olishga, o'rganishga undidi. Bugungi kunda korxona boshqarish bo'libmi hozirgi zamon doktorxonachiligini boshqarish jihatda tirishchanlik ko'rsatyapman. Men bugungacha o'zimning besib o'tgan yo'limdan mamnun. Qancha natija qozondim uni bilmayman. Boydiga deb o'tganga o'xshash, qozongan natijam nihoyat oz, bundan yaxshiroq bo'lsa deb o'ylayman. Agar men bugungi kagicha o'zimning besib o'tgan yo'limdan mamnun yoki vaqtimni bekor o'tkazmadim deb qarayman deb qarsam, buning asosliq sababini har qanday vaqtda, har qanday hayot bo'ligida o'zimga nisbatan aniq bir tonishimning bo'lganligidan deb qarayman. O'tirdim burun men shoirda men bütün shoir bo'lishga oid barliq tirishchanliklarni ko'rsatdim. Tuluq o'tirib maktabda men matematika olimi. Shuning uchun men matematika olim bo'lish uchun tirishchanlik ko'rsatdim. Oliy maktab bitirgandan keyin men taqsimot bo'yicha Optimum rayonlik xalq doktorxonasiga bilingan. Xalq doktorxonasi shu vaqtda tasdiqirdigan idora edi. Ammo idora meni o'z ehtiyoji bo'yicha rentgen bo'limiga bo'lib qo'ygan bo'lg'ashqa, men u yerdan chiqib Optimum rayonlik pilonlik tug'ut texnik yetaklash o'rniga berib oldim. Ishkirdiki, Beijing tibbiy universitet maktabni bitirgan bir o'quvchiga nisbatan rost gapni deganda, shu vaqtlarda bu idora tozima tushmaydigan bir idora edi. Atrofimdagi hech kim meni qo'llamagan. Ammo bugungi kunda mening sabdoshlarim, urug' tuqqanlarim mening hayot yo'limda ozdir ko'pdir natija qozonganligimni e'tirof qilaqliq. Mening atrofimda biz bilan birga cho'ng'o'gan nurg'un do'stlarimiz bor. Masalan, meningki oliy maktabda o'qigan bir saboqdoshim bo'lgan. Doktor, bu ajoyib iqtidorliq. Kichik munosabat deymiz, hamma taraflarda odatdagi bolalardan yuqori iste'dodi bor. Shuning uchun yangi xizmat chiqqan mezgillarda doktorxonasi uningga ittifoqqa oid xizmatlarni berdi, ma'murga oid va boshqa nurg'un taraflardan xizmat berdi. Bu xeyli tengir qoida o'tirdi. Masalan, men kelgusida ish bo'lmasa doktorxonaga muavin javob qoldiga o'xshayman. Buning uchun qanday qilishim kerak? Kasbimni tashlamasam bo'ldi va boshqa. Iqtisodiyotdan qanday qilishim kerak? Men bir qatim bu saboqdoshim bilan intayin astoydil suhbat etdim. Men dedim, men burun bir parcha kitob o'qigan. Bu kitobning ismi Kasb tanlash. Bu kitobda kasbning yo'llarini 4 turga bo'lib ketgan. Birinchisi qizil yo'l, ma'mur boshliq bo'lishning yo'li ekan. Ikkinchi birisi ko'k yo'l, texnikaning yo'li. Üçüncü birisi yeşil yol, odatdagi ma'mur bo'lish, cho'ng boshliq bo'lish emas. To'rtinchisi iqtisodiy yo'l. Odam o'sha yo'llardan hamon birini tanlashi kerak ekan. Men saboqdoshim bu misolni keltirgandan keyin uning o'zi eng qiziqadigan bir kasbni tanlash, bir yo'nalishni tanlash kerakligini deb o'tdim. Natijada saboqdoshim kasbiy yo'nalishni tanlab, ma'muriy, pul tepish va boshqa barliq tirishchanliklarni to'xtatdi. Bugungi kunda o saboqdoshim o'z sohasida Xinjiang bo'yicha eng oldin qatordagi mutaxassis bo'lib yashamoqda. Yana nurg'un do'stlarim bor mening. Xil yomon emas idoralarga taqsim bo'lgan. O'zi ajoyib iqtidorli. Natijada islohot etishning dastlabki mezgilda fursat o'ng kelib, har xil har yangi ishdan sirtqi faoliyatlar orqali xilijiq iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullangan. Men shularning ko'p qismiga o'z vaqtida maslahat bergan edim. Sen yot dish o'ltirib idoradagi ishingni qilsang, balkim yuqori amalda bo'lishi mumkin, oson emas bunday idoraga kirish. Yo'q olmaydi, ishingni tashlab tijorat qilsang olmamdi deb. Bu turdagi saboqdoshlarimizning, do'stlarimizning bugungi kunda
erişken neticesi özünün asli vaqtda hazırlagan istidati, qabiliyeti qarga vaqtda tolumu az oldu. Nurgun kişiler tirişiş intayın muhim dep qaraydı. To'g'ri. Tirişiş muhim. Tirişsang tapasan. Ama men qarg'ulaç tirişiş tolumu ahmoqlik dep qarayman. Karxanchilikda bir atalg'u bor. Strategiyilik tanlash yoki strategiyilik orbita deydigan. Strategiyilik orbit degan nima desa, 3 çemberning kesishgan yerini tanlash. Birinchi çember, men qig'im bor ishlar. Mening nima ish qig'im bor? Ikkinchi çember, men qila oladigan ishlar. Mening qig'im bor ishning hammani qila olishim natay. Üçüncü çember, mening qilishim mumkin bo'lgan ishlar. Men qiladigan ishlarning hammani ijtimoiy muhit, raqobatchilarim va boshqalar qilishga ruxsat qilishni ataydi. Üç çemberning kesishgan yeri strategiyilik orbita. Her bir insan uchun aytgan vaqtda bu masala o'xshashli mavjud. Biz balalik vaqtimizda intayin büyük g'oyani tiklaymiz. Bunga madad berish kerak. Nurg'un kishilar bor. Kichkina baldan so'raydi, "Nim bo'lsa olim bo'lman." Va menga sen qanday olim bo'lsa, dadang olim bo'lamidi? Va olim bo'lamsa, yaraysa. Yoshning cho'ng ishiga egishib, bu xil g'oya, bu xil o'z-o'ziga bo'lgan orbita bag'ancha reallikka yaqinlashishi kerak. Bizning masalamiz shu ediki, biz har kuni nurg'un ezit quloq uchraymiz. Qarab baqsaq, ma do'stimiz bundaq ishni qilib ajoyib qalbi qilgan, uni qilgimiz keldi. Qarab baqsaq, aytsa yana bir ishni qilgimiz keldi. Mening yeni bir do'stim bo'lgan. Ballik vaqtimdan tatib ajoyib cho'qinatdim. Bugunga qadar cho'qinma. Chunki intayin tirishchan va ajoyib bir ijodiy istidati var. Adam o'ylab yetmagan narsalarni o'ylab yetalaydi. Shuning bilan bir vaqtda intayin tavakkülchi. Odatdagi odamlar jur'at qilmagan ishlarga jur'at qildi. Og'ina men ballik vaqtimda o'ttir maktabda o'qiyotgan vaqtlarimda dadam shu maktabning mudiri. Dadam bilan men do't kishib oxir o'ttir qo'ydim. Men mushu og'inam ömürde ajoyib cho'ng ish qildi desam, dadam bu og'inang ömürde hech qanday ish qilolmaydi degan. Nim to'g'risida tikishganligimni unutib qoldim, ammo hech kim aytadi deyishgan. Dadam bugungi kunda unutib qolgan bo'lishi mumkin, ammo men unutmadim. U do'stimiz ta bugungacha hech qanday ish qilolmadilar emas. Turmushi, hayoti intayin qiyin holatda. Masala nada? Masala bu og'inam bir ishga shunchalik qizg'inlik bilan kirishidiki, atiga yiqib yetib, atigan qopib kash yetib, uxlamay, tamoq yemay degandek. Ammo bu ishni ya ishga davomlashtirdi, ish ketsa 2 yil. Undan keyin boshqa bir uning bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan yo'lnishga qarab mangadi. Men doim do'stlarim bilan paranglashgan vaqtda bizning bugun qilgan atganlarimiz bugun uchunla emas, at uchunmi foydali bo'lishi kerak deb so'zlayman. Haqiqatan shunday. Bugungi dunyo uçurup partlab ketgan dunyo. Bugungi dunyo yüksek derecede ijtimoiylashgan dunyo. İjtimoiylashish deganim degan gap. İjtimoiylashish degan her bir odam dunyodagi intayin tor doiradagi bir mas'uliyatni ustiga elib, imkon bor jiqroq odamlar uchun mulozimat qiladi deganlik. Burungi zamondagi, qadim zamondagi olimlar, mutaxassislarni ko'radigan bo'lsak, intayin jiq sohada tunishtirish bo'ladi. Masalan, Galiley deymiz, Farabi deymiz, bizning nurg'un olimlarimizni eslab, astronom, fizik, ximik, doktor, faylasuf, muzikant. Bugungi kunda mashhur bo'lgan, Nobel mukofotigacha mangan olimlarimizning qaysi birining ko'p sohada g'alaba qilganligini angladik. Ko'p soha emas, o'z sohasidami butun emas. Masalan, o'tgan yili Tuyuyu degan xonim Jungo'ga vakolatan tibbiy sohadagi Nobel mukofotini oldi. Biz tibbiy sohadagi olimkan deb tibobatga doir ham ishni so'rasak bo'lamdi, bo'lmaydi. Tuyuyuning bildig'ini intayin tor doiradagi bir soha. Ya'ni bezgak kasalning kasallik mikrobini qanday tunish. Bu mikrobni bir xil tabiiy o'tdan arib olingan tarkib orqali uning ko'payishini cheklash. Ana shu doirada Tuyuyu g'alaba qildi. Bugungi kunda barliq Nobel mukofotiga olgan olimlar qarsak, aniq yozilgan bo'ldi. Bu fizik sohasida mundaq bir nazariyani o'tirib qo'yganligi uchun bu mukofotni oldi. Biz u odamdan qo'pib, siz fizik olimkansiz deb fizikga doir hamma narsani so'rsak bilishni atayin. Shuning uchun bizning yoshlarimiz
Çoğum çoğuluş jarayonida özünü ve özgünü to'nishni o'rganish kerak. Ben doim hayotni loyihalash degan bir masala to'g'risida yoshlar bilan suhbatlashaman. Hayotni loyihalash masalasi meningcha 20 yoshlar atrofida boshlanishi kerak. Uningdan burun biz aqlimizni topmagan, balkim ko'p narsa o'ylayolmasligimiz mumkin. Ammo 20 yoshli bu odam to'liq bekita olmaydi. Meningcha 30 yoshlar atrofida oxirlashish kerak. Mumkin. Agar siz o'zingizning hayotingizning ishvaqar bo'lib o'tib ketganligingizni, ishvaqar bo'lishning ajoyib bir baxtli ish ekanligini, shuningdek rozi bo'lganligini his qilsangiz, sizning qilgan atganlaringiz, o'rganganlaringiz, qobiliyatingiz, savodingiz shuni qo'llaydigan bo'lish kerak. Agar siz olim bo'lish qaror qilgan bo'lsangiz, olim bo'lishga loyiq ishlarni qilishingiz kerak. Bizning masalamiz qanchalik narsani bilishda, qanchalik narsani qila olishda, qanchalik doirada ta'sir ko'rsatishda emas. Bizni 20 yillik oliy maktabni bitirgan bir qitimlik yig'ilishimizda bizningki bir muallimimiz, keyin u odam mamlakatlik akademiyaning akademiki bo'ldi, demak olim bo'ldi. O'ttirg'i chiqib 80 yoshga berib qolaydigan odam. Bizga so'zlagan vaqt shundoq degan. Balarim, hayot intayin qisqa. Hayotda odam birli ishni yaxshi qilish kerak. Birli ishni. Men hayotimda og'riqni tadqiq qildim. Og'riq sezimini tadqiq qildim. Shuning uchun shu sohada ozroq natija qozondim. Sizlarning hayotinglarni bir ishqa, bo'lsa mumkin bo'lsa tor bir ishqa yig'ishinglarni umid qilaman. Shuning uchun biz butkul jamiyatimizda har bir odamga nisbatan aytganda, asta-asta o'zini to'nish tavsiyasini berishimiz kerak. Hayot shundoq bir safarki, ma boshdan kirib, a boshdan ketamiz. Hech kimning oldin praktik qilib olish imkoniyati yo'q. Normal hayotda biz oldimiz qarab mangayveramiz. Tug'ilimiz, o'limiz tek yo'nalishlik safar. Bu safarda har birimiz erishgan qo'limizdagi ko'zur intayin cheklik. Vaqt bo'lsin, ijtimoiy munosabat bo'lsin, iqtisod bo'lsin va boshqa narsalar. Biz bularni imkonba bir fokus nuqtasiga yig'ib, qildigan, natija chiqadigan yo'lnishga boshlashimiz kerak. İctimoiylashishning natijasi asta-asta odamlar to'pida intayin kuchli raqobatni o'ttirib chiqardi. Bu xil raqobat har bir odamdan o'z sohasida, o'z qilayotgan ishda yetarli bilim, yetarli tajriba, yetarli savod, yetarli ijtimoiy munosabat, yetarli ishlatkili bo'lgan ko'zurga ehtiyojli ekanligini uqtirdi. Shuning uchun hech qaysimizning o'z hayotimizni buningga chachadigan, o'xshamaydigan narsalar uchun isrof qiladigan haqqimiz yo'q. Biz har qanday ishni qilishda, hayot yashashimizda, mayli o'g'il qiz muhabbatlashib to'y qildigan bo'layli, mayli xizmat, igilik tiklash va boshqa ishlar bo'layli, oldirmay qaror qilish, atrofli izdinish, keskin qaror qilgandan keyin qat'iy yonmaslik, har kuni, har vaqt doim o'zimizning kuchini o'xshash nishonimizga, o'zimiz yetmoqchi bo'lgan shu nishonga qarab sarf qilishni o'rganishimiz kerak. Shuni bilishimiz kerakki, har bir odam bu dunyoga tug'ilgan vaqtda tarixdan buyon kammagan, buningdan keyin kammaydigan birdan-bir hech kimga o'xshamaydigan mavjudiyat. Hammamizning vujudida hech kim tankilanmaydigan bir energiya, hammamizning atrofida hech kimga o'xshamaydigan bir kuch bor. Biz bu kuchni to'plashimiz, yig'ishimiz, o'xshash bir nishonga ishlatishimiz kerak. Ana shu vaqtda biz o'zimiz umid qilgan ashindaq g'albiga yeta olamiz. Meni demoqchi bo'lganim shunchalik. Ko'pchilik rahmat. Erkinkam'nınki sarxil notuğa mata, yani Erkinkam özününki hayatında hazır keyce topluğan tecrübeleri ve yekülleri arkalık naiti yukarı seviyedeki neziriyevi notukta birini sözlep verdi. Erkinkam'nınki muşunda ilmi hayatı arkalık çıkagan ilmi notuğu ve ilmi yeküllerine yeni bir kıtım rahmet ediyor. Rahmet. Bizning tövende o'tirgan savatdaşlar suallarını so'rabdi. Yani hazır cemiyetning taraqqiy qilishiga ergishib, pul bağınca intayin muhim o'rin o'tib ketdi.
Şuңашqa zodi bir odam uchun arzu arman muhimmi yoki pul muhimmi degan bir savol bor ekan. Nayt obdan savol oldu. Bir neçə ilin aldıda şu Çangjan Tibbi Üniversitesi okuganlık sebebidin biz Şamınğı verip Li Jiaqing degan adamninki söhbeti qatnaştık. Bu adamның bir ağız gibi bək təsir qıldı bana. Bu adam dedi ki, sen pul tepişini oylamay. Özəңнің işini köngül qoyup qığa vaxtında pul seni izlep geldi. Ben bu qanuniyet işinime. Ben nurgun sorullarda karxançılar bilen yoki yaş dostlardan sözleşkende açık gapim dedim. Mesela iki aşxana var deyli, hoşna. Lagman satıdı. Birisi baştan ahir xiridanın yançuk qaraydı. Şu qancha pul vardı o? Çıqaraq pul taşap kelsa yaxshi bo'ladi diye. İkinci birisi men xiridaga tamlik, yaxshi, sağlam, aş xirida xoş yo'qdak bir lagman bersam bo'ladi deb o'ylaydi. Her ikkilisini haq puldurib yeydi. Şunun için pul tepiş maqsad emas. Pul tepiş bizning astoydil ish qilganligimizning, mushu jamiyatga yarg'anligimizning, kishilarning ma'lum sohasidagi ehtiyojini qondirib, shu kishilar o'zi xohlab pulga halga yetganligimizning natijasi. Meningcha pullar ishning munosabatini mushtaq o'ylash kerak deb o'ylayman. Rahmat. Bundaq bir savol bor ekan. Hozir yoshlar bilan ota-onalar o'rtasida yoshlarning egilik tiklash ro'yi bilan ota-onalarning hukumatning to'mir daftariga kirsa degan ideyasi o'rtasida ziddiyat mavjud. Bu ziddiyatni qanday hal qilish kerak debdi. Bu endi uzoqdan bir ba'zi diyat. Buningdan kimi bo'ladi. Meningcha yenilanmayman deganga o'xshash konkret ahvolni konkret tadqiq qilish kerak. Ota-onalar yoshlar qaraganda jixni ko'rgan. Ata-onalar ballarınınki istiqbalını o'ylaydi. Eg'ir kunga qilishidan ansiraydi. Ata-onalarninki o nuqtasini aytgan vaqtda biraz turaqliq, muqim bo'lgan istiqbal farzandlar uchun muhim. Ammo yoshlar ata-onalar qaraganda yangilikni tez qabul qildigan, yangi narsalarga intildigan bo'ldi. Bu xil tavakkülçülük ro'yini biz tashabbus qilishimiz kerak. Shuning uchun bizda bir turkum yoshlar asta-asta igilik tiklash ishlariga ko'ngil bo'lish kerak. Bu jihat tadqiq qilish kerak. Ammo masala shu ediki, men bayatında deb o'tganga o'xshash aldıraksallık arzimaydı. Bizim nurgu yaşlarımız xuddi bir işini oylaganda müşaptida qilyapmizsa, müşayida qilyapmiz bo'lmaydigandek. Men bir qism korxonachilardan so'zlashgan vaqtda ashtaq bir gapni deyman. Mablag' silishning, bir ishni boshlashning hech qachon modus olmaydi, vaqt o'tkazish olmaydi. Biz yetarli tayyorlik qilishimiz kerak. Masalan, oshxona ochdim deb igilik tikilmoqchi bo'lgan odam bo'lsa, bir necha yil yaxshi yurgan oshxonalarning o'xshamagan yerlarda berib ishlash kerak. Dükkan açattım, yoki boshqa ish qilatdim, yumshoq detal deganlarmi, shu sohani obdan tushunish kerak. Hozir qanday, kelgusi qanday, uzoq mezgildan keyin qanday bo'ldi? Buning istiqboli qanday? Ehtiyoj, bozor ehtiyoji qanday? Raqobatchilar qanday? Mening iqtidorim qanday? Bularni obdan tushungandan keyin ondan igilik tiklash yo'liga maqsaq, texim yaxshi bo'lish mumkin. Assalomu alaykum Erkin bog'im. Va alaykum assalom. Yasat yaxshimisiz? Tomoshabinlar yaxshimisizlar? Mening ismim Sherali Mamat. Men Shinjang Pedagogika universitetida bitirgan, psixologiya o'qigan. Hamda ustozim sizdan so'raydiganim, mushu bizga o'xshash yaxshi bolalarning oliy maktab o'qiyotgan va maktab yangi bitirgan vaqtlarda mazat qanday ishlarni qilsam bo'lar, qanday kasblarni tanlasam bo'lar deganga o'xshash tang'irqayotgan. Mushuna vaqtda o'zini tanishda qanday o'zini texim yaxshi tunig'ili yoki qanday usullar orqali mushu yoshlarimizga o'zini haqiqiy tunishga yordam bergili yoki to'g'ri bir yetakligili bo'ladiganligini bir so'ray degandim. Ma'lumotni aytganda kasbdoshkamiz, men psixika qiziqman. Fursat bo'lsa o'to'g'rilikni paranglashamiz. O'zini tunish masalasida bu bir murakkab masala. Har bir odamning o'zini tunish jarayoni nurg'un uchurlarni qabul qilish. En muhimi nurgun keçirmişler jarayonida bo'ladi. Bizning o'zimizning tunishimiz oldi bilan bizning qaysi ishni yaxshi qila oladiganligimizni bayqash orqali bo'lish kerak. Agar meni boksyor chiqib qo'ysa bo'lmasligi mumkin. Toza biligim yetarlik to'mpay emas degandek. Biz o'zimizning ortiqchiligimiz nada? Kamchiligimiz nada? Tunishimiz kerak. Tunishning jarayoni nima desa ish qilish. İnsan öyde oturup oylaş arkalık bunu kılamaydı. İş kılış arkalık kılamaydı. Ben otur mektep balları bilen, ali mektep balları bilen sözleşken vakti şundak bir nersin degen. Bir kısım balların neticesi yaxşı, nemiş yaxşı ki kızıkıdı ki. Bazıları kızıkmaydı ki şunu yaxşı emez ki. Ben tətürüm ikin deyme.
onun neticesi yaxshi bo'lgash qiziqdi. O qiziqqash yaxshi bo'ldi emas. Shuning uchun biz kichikgina bir ishni qila olsak, o'zimizga bir madad bo'ldi. Bir ilgirlash bo'ldi. O'z qimmatimiz ashuda o'z qalbimizda. Neticede bu ish qiziqimiz. Neticede asta usta bo'lamiz. Ma'lum bir ishni qila olganligimiz yolg'iz tug'ma onimizning kelgan istidat tufaylidir emas. Eng muhimi mush ishni ko'p qatim qilganligimizdir. Shuning uchun bu o'zimizning tunishdagi intayin muhim bir halqa. Biz o'zimiz ortiq degan narsani ko'plab qilib, natija qilishni chiqarishimiz kerak. Undan boshqa biz o'zimiz qilmoqchi bo'lgan ishda, masalan, ota-onamiz, atrofimiz, iqtisodiy kuchimiz va boshqa foydalaniladigan barliq imkonlardan foydalanish. Üçüncü birisi, biz mayli qandaq sahada ish qilaylik. Bu işimizni ijtimoiyat, jamoat, to'pliq e'tirof qilishi, uningdan manfaatlanish kerak. Shuning uchun bu jarayonda yosh do'stlarningki amaliyot jarayon tajriba to'plashini qandaqdir anglab olgan gap yoki bir kitob orqali buni qila olmaydi. Biz asta-asta amaliyot jarayonida tadqiq qilishni umid qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Men Xinjiang universitetidan mushu yaqinda ingliz tilidan bitirdim. 4 yil o'qib, qat'iy qiziqmayligimni his qildim. Lekin shu vaqtda uydagilarning orzusi bilan tanlagan bu kasbni. Asli o'zimning orzuyim usulchi bo'lish, shunday yaxshi ko'ratdim. Lekin hozir bu vaqtlar o'tib ketdi. Men hozir mening savolim shu menga o'xshash mustaq yosh bolalarning har xil tanishiga ta'sir ko'rsatayotgan masalan uydagilarning orzuyi degandek, ondan mening o'zimning qiziqishi, jamiyatning talabi, masalan qanday qilsam bir to'g'ri yetaklashga bir erisha olayman degandek mustaq savol. Singlimizningki so'ragan savoli amaliyotda biz shu kasb tanlash, o'zimizni tonish, o'z orbitimizni bekitish jarayonida hammamiz duch keladigan intayin yadroliq bir masala. İçimizde bir o't var. Ma'lum bir ishni qilg'imiz bor. Ammo sharoit, obyektiv ahvollar bunga yo'l qo'ymaydi. Qanday qilish kerak? Amaliyotda mundaq bir narsaga ishonish kerak inson. Yaxshi ko'rish degan nima? Yaxshi ko'rish degan shu ishni qilib bir g'albi tuyg'usiga erishgandan keyingi ta'sirot. Biz vaqtning o'tishiga ergishib, o'zimizning masalan vaqtimizning o'tganligi, oliy maktabni bitiray deb qoldik, mundaq ahvol ostida o'zimizni qoyil qilish orqali jamoat uchun, ko'pchilik uchun foydasi bo'ladigan, o'zimiz yaxshi qilib keta olish imkoniyati bo'lgan ikkinchi bir sohani tanlashga tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. Biz nima uchun shuncha vaqt sarf qilib, shuncha kuch chiqarib do'stlar bilan hayotni loyihalash masalasi haqida so'zlashimiz? Chunki bu oson ish emas. Birisi ichimizdagi shu xil havas bilan reallikdagi amaliy tanlash o'tirisidagi munosabatni qanday hal qilish. Ammo vaqtning o'tishiga ergishib, asta reallikka yuzlanish kerak. Shuning uchun sizning qiladigan muhim ishingiz navbatda o'tmishga emas, kelgusiga qarash. Oldimizda o'zimning hozirlagan shart-sharoitim, jamiyatning ehtiyoji va boshqa taraflardan aytgan vaqtda men qaysi sohada qanday qilib o'zimning rolini yaxshi ijro qila olaman. Masalan, sizningki uyg'urchani yaxshi bilishingiz, xanzuchani yaxshi bilishingiz, inglizchani yaxshi bilishingiz bu bir ortiqchilik. Bularning hammasini birlashtirib qiladigan ish bormi? Chiqish mumkin. Bu haqda o'ylanishning o'zi sizningki o'z orbitingizni bekitishda cho'ng yordam bo'lishi mumkin. Rahmat. Menimcha Erkin nihoyat yaxshi muhokama qilib berdi. Boya Erkin aytdi, ya'ni o'zi asli shoir bo'lmoqchi endi. Lekin keyin oliy maktab chiqqandan keyin o'zining she'r yozamaydiganligini bayqabdi. Menimcha buni men xato tuyg'u deb qarayman. Erkin kamda shunda o't bo'lgan ekan, cho'qim yaxshi she'r yoza oladi. Bug'da doktorxonasi intan yaxshi yozilgan bir she'r, Assalomu alaykum Erkin muallim, yaxshimisiz? İsmim Adila. Yaqinda Xinjiang Yezgilik Universitetining hayvonot meditsinasi kasbini bitirdim. Amaliyotda o'quvchilar 4 yil o'qib, o'qish bitirgandan keyin yurtim qaytmay yoki xizmat qilmay, endi o'z-o'zimga tayinlagan vaqtim keldi deb xo'shal bo'lish kerak. Men qat'iy unda xo'shal bo'lish nimasin bo'lmadi. Bu mening kasbim, qizlar qat'iy mos kelmaydi. O'zim yaxshi ko'rmayman. Tirishib qilib baqdim, lekin qila olmayotganman.
müşküləni görsəm qorxaydı ekanman, qaçırdı ekanman, vaqiraydı ekanman degandek. Şoňa özüm qiziqadigan ishni qilay dedim, lekin nimani qiziqadiganimni bilamadim. Ani qilsam qig'im bor. Qilolmayman, manimi qig'im bor, yana qilolmayman. Endi nima ish qilsam bo'ldi? Adila singlimizning o'tirib qo'yg'ini hozirgi vaqtda Ali maktabda o'qiyotgan, Ali maktabni bittirgan nurg'un yoshlarimizni bulayotgan bir tengirqash. To'g'ri tushunishga bo'ldi. Yuraklik aldım uchinchi odamning oldida o'zining bundaq tengirqashni o'tirib qo'yishmi, singlimizning batur ekanligini tushundirdi. Mushuning o'zi meningcha sizningki yaxshi tanlashga qarab manganligingizning bir ifodasi. Chunki siz istiqbolingiz haqida o'ylanyapsiz. Buni hech qanday sirtdan bir odam sizga ani qilsang yaxshi, mani qilsang yaxshi deb bermaydi. Qanday bo'lishdan qat'iy nazar, siz oldimizdagi ma'lum bir vaqt ichida o'zingiz yaxshi qila oladigan, jamiyat uchun ehtiyojli bo'lgan bir sohani tanlashingiz kerak. Sizdingiz bayotin qildim, yaxshi qilolmadim deb men unda qaramayman. Siz tek Ali maktabni endi bitiribsiz. 4 yil, 5 yildan buyon o'qiganingiz tehi o o'qish jarayoni. Siz tek qilmadingiz. Endi qilmoqchisiz tehi. Ali maktabga kirib yangi o'rgangan vaqtimizda nurg'un saboqdoshlar bo'libmi, qiz saboqdoshlar, jasadni ko'rgan vaqtda, operatsiyaga kirib qonni ko'rganda o'shning ketganlar bor. Men qilolmaydi ekanman, doktor bo'lolmaydi ekanman deb. Kudu ko'psini ko'tarib ketganlar bor. Ammo ash ketmaganlar, davomlashtirganlar bugungi kunda jasaddan qo'rqmaydigan, qondan qo'rqmaydigan intayin yaxshi doktor bo'lib chiqdi. Sizningki ishtimishlardan qo'rqishdan iborat bu xil psixik ojizligingiz tufaylidan o'zingiz 4 yildan bir o'rganib hozirgacha boshqalarga qaraganda eng yaxshi egallagan bir kasbning yo'liga mangmasligingiz meningcha xatolik. Chunki siz oldingizdagi hayotingizda ishtimishdan qo'rqishdan iborat bu xil ojizlikni yengishga qaraganda intayin cho'ng bo'lgan besimlarga, qarshiliklarga, qiyinchiliklarga uchraysiz. Siz ishni mishadan boshlashingiz kerak meningcha. Mayli siz hayvonot doktoru bulun yoki bo'lmang. Oldi bilan sizning qildigan ishingiz o'zingizning mushu psixik ojizligingizni yengish. Hayotda inson o'zini yengaligan vaqtda aningdan keyin hayotini yaxshi o'rinlashtira oladi. Agar siz bu jangda mag'lub bo'lsangiz, men qilolmaydi ekanman, men qo'rqidi ekanman degan qizval tursam, qo'rqishim normal deb mag'lub bo'lsangiz, o'zingizga bo'lgan bahoyingiz to'vallaydi. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz to'vallaydi. Shuning uchun meningcha siz buni yengishingiz kerak. İkinci bir tarafni aytgan vaqtda, uzoq kelgusini aytgan vaqtda, men bu öy hayvonlarini davolash kasbining intayin yaxshi istiqboli bor deb qarayman. Nurg'un saboqdoshlar hazratda tibbiy maktabda o'qigan bolammi, aysit, men o'rganmaydi, hayvon davolashni o'rgansak-chi, yaxshi yo'lga davatqanlar bor. Sizga havas qilayotganlar jiq. Men sizni cho'qqin ishni qilishingiz kerak demoqchi emas, o'zingizning tanlashi. Ammo agar siz bu xil ojizlikni yengib, mushu yo'lda mangalisingiz, boshqa kasblarni o'qigan saboqdoshlarga qaragan vaqtda raqobat biroz oz bo'lgan, oson qilib o'ldigan yo'lga menishingiz mumkin. Hayvonot doktori ayol kishi qiz bola bo'lmaydi degan gap yo'q. Intayin bo'ladi. Nayt bosish men nurg'un hayvonot doktoridan ko'rgan ayollar intayin yaxshi qalbi qilgan. Shuning uchun bu vaqtda oldimizda o'zingizning o'ylashib, to'g'ri qaror chiqarishingizni umid qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum efendim. Mening ismim Nijat Yasin, igilik tikligan oliy maktab o'quvchisi. To'liqsiz 2-yilda o'qiyotgan vaqtimda men mush internetdan Erkin efendining Kuchanaya 4-o'tirda so'zlagan bir qatimliq nutqini anglagan. Shu nutqdan keyin mening ideyamda pek cho'ng bir burilish bo'ldi. O'zim ustida o'ylandim. Özümün arzusu, yani igilik tiklash, karxanchi bo'lishdan iborat bir arzusi uchun tirishchilik ko'rsatishga bel bog'ildim. Buningki dastlabki asosini, dastlabki bosqichini puxtalash uchun men bir tarafdan to'liq o'tirga o'qishim tamomlagach, bir tarafda igilik tiklash sinflarida kasbiy bilimlarni o'rganib, oxirida to'liq o'tirni bitirgandan keyin igilikimni mutantiklab, bugungi kun keldim. Shunga men savol so'rashdan burun Erkin apandiga, ustozimga eng cho'nqur hurmatimni bildirmay rahmat sizga. Karxanchi bo'lish mening arzuyim. Men arzuyimga yetish uchun nurg'un javr jafolarni tatdim. Lekin bu javr jafolar menga bir tarafdan yana xo'shallik akeldi. Lekin
keyingi hayot musafamda hayotdan huzurlanish faqat mushu javr jafolardan kelgan xushalliqdan derak bermaydi men uchun. Shunga endi savolim biz bundan keyingi hayot musafamizni loyilashda mushu nishonimizga yetish uchun ko'rsatgan tirishchiligimiz, jafolarimiz bilan mushu hayotdan huzurlanishni qanday moslashtirishimiz kerak? Chunki meni chiqib aytganda hayotni bir ma'niga ega qilish, hayotdan huzurlanishni ayirib qoldirib bo'lmaydi. Mushton bir javob bergan bo'lsangiz rahmat. Rahmat, ha? Nijatni Tonolayli kelgusidagi mashhur korxonchimiz. Mundaq kichik turib ish boshlaganlar jiq emas. Meningcha Nijatning istiqboli bor kelgusida. Nayt obdan savol bo'ldi. Ya'ni biz hayotda qantara qo'zishimiz kerak. Bedel to'lashimiz kerak. Jafo chekishimiz kerak. Boshqalarning ehtiyojini qondirishimiz kerak. Ammo shuning bilan bir vaqtda o'z hayotimizni qanday ma'nilik o'tkazish jihatini o'ylashimiz kerak. Buning ichidagi masalaning birsi, halqiliq masala nima desa, biz qilayotgan ishimizning o'zidan, jarayondan huzurlanishni o'rganishimiz kerak. Men o'tirmay tapallarga so'zlagan ashlar bir gapni qilgan. Ba'zan bolalar, "Xap, jabbahim jafo chekib o'tma, intayin jafoliq o'rganib yaxshi natija qozondim. Ammo mush jafoni qachon qish tataman" deb. Ammo biz o'rganishning o'zida rahat olsak, bilim olish, savat olish, tushunishning o'zida rahat olsak, o'rganish jarayoni o qadar jafoliq tuyulmasligi mumkin. İkinci bir mesele, gap bizning qanchalik jafo tortishimizda emas, gap bizning qanchalik unum qozonishimizda. Shuning uchun biz jafo tortish bilan bir vaqtda, men bu yerda deb o'tgandek, oila va ijtimoiy munosabat hammasiga vaqt ajratishimiz, ko'ngil qo'yishimiz, yolg'iz igilikni yo'g'ontiman, pul topaman, ish qilaman, o'zimni beg'ishlayman deb o'zimizni unutib qolmasligimiz kerak. G'arb dunyosi bilan sharq dunyosida bu masalada ajoyib cho'ng farq bor ekan. G'arbliklar hatto oila va normal ishlar uchun nurg'un igilik jihatdagi, o'zining xizmat jihatdagi ishlardan voz kechalaydi ekan. Sharq undaq emas. Biz qanday qilib o'ttira holatni saqlash, o'ttira holatni saqlash. Ham uni qo'ldan bermaslik, ham buni qo'ldan bermaslik. Albatta bu osoyish emas. Men devatim Mehmet Hamdi yaqindan buyon his qilib tirishchilik ko'rsatyapman. Nijat enim yaxshi tarbiya berdi. Men shuni o'tirishim birliktirishaydi. Rahmat. Bu cemiyetimizden yakından bu yana oynayotgan kızık noktası, bütün insaniyetinin kızık noktası menimce. Turmuşun huzurlanış, növbetdeki muhim yöneliş bo'linishi mumkin. Assalomu alaykum, erkaklar yaxshimi? Men ismim Farida, sestra bo'lib ishladim. Ayni vaqtda bu kasbni tanlashimning maqsadi bo'lsa, uydagilarning nazarida sestra degan oson xizmat topadi deganligi uchun ham u vaqtlarda mening biror kasbga bo'lgan qiziqishim yo'q. Shu ma'qul deb o'rgandim. Hozir ishligim 4 yil bo'ldi. Lekin bu 4 yil jarayonida mening bu kasbga bo'lgan qiziqishim yo'q. Hammamiz bilamiz bu kasb pek jafoliq, kecha kunduz ishlaymiz. 4 yil jarayonida men o'yildimdan ishlamayman bo'ldi deb. Lekin bu tashviqga jur'at yo'q. Ham bir ishni noldan boshlashdan qo'rqdim. Jamiyatimizda hozir bunday yoshlar jiqrab, hozir qilayotgan ishlarga qiziqmaydi, lekin bu xizmatni tashiyotmaydi. Qiziqmaganlik uchun voyaga yetkazib ishlayolmaymiz. Ammo o'ttirda qolgan yoshlar bo'z soat qanday qilish kerak? Menimcha Farida singlimiz o'tirib qo'ygan ikki masala. Birisi qiziqish, havas. Qiziqish ajoyib qiziqarli narsa. Qiziqish uzluksiz davomlashadigan narsa emas. Bizda g'alaba qilish uchun o'z orbitimizni bekitgandan keyin voz kechmay uzoq mazgil shuning keyindan menish kerak deb. Bu jarayonda qiziqmaslikni yengish masalasi bor. Chunki siz qiziqqan narsaga bir mazgil, voy siz boshqa qiziqmaydi ekansiz, ataningizning majburiyatlari. Ba'zan qizlar va ajoyib qiziqadigan, sestra ochashlarga bak havas qildigan, bak pokiz xalatlarni kiyib, tilsa shunda yaxshi, chiroyli qizlar havas qildiganlar bor. Bir mazgil ishlagandan keyin kunda o'xshash ish qilamiz. Har kun o'tganda ish qilamiz, shuni qilamiz, takror, asta odamning qiziqishi tuvallaydi. Men bu o'zimningki mayli erlikshunoslik jihatdagi davolashim tadqiqotim, mayli Bog'u doktorxonasining boshqarish jarayonida bo'lsin, qancha qitimlab qiziqmagan vaqtim bor. Qancha qitimlab o'zim bilan o'ltirib, yana mushlab o'zim bilan o'zim nim bola qolgan odamman bu, deb qiynalgan vaqtlarim bor. Masala shu qiziqmaslikni biz qanday yengamiz? Qanday takror o'zimizni qoyil qilib, men bu ishni qilishim kerak degan masalada oldimizga boramiz. Bu hammamiz o'ylanishga tegishli masala.
Hamma ishda insonning qizg'inligi uzluksiz holda ichidan chiqib uzoq mezgil davomlashmaydi. Bizning g'alba qilish qilmasligimiz dal ayni shundoq odamdagi ojizlikni qandoq yengishda. Albatta, ikkinchi bir tarafni aytganda, Farida singlimizga o'xshash mushu yosh vaqtda yenilib bizning tanlash imkoniyatimiz bormi bor. Siz chuqum sestralik maktabda o'qibsiz, siz doktorxonaga taqsim bo'libsiz, bir umr zodi sestra bo'lishingiz kerak degan unda xulosa yo'q. Masala siz qanday qilib o'zingiz yaxshi qilish imkoniyati bo'lgan. Ham jamiyatning shundoq ehtiyoji bo'lgan. Ham hozir sestralik qaraganda oson zirikib qolmaydigan. Uningda zirikib qolishingiz mumkin ammo. Bir ishni o'ylashingiz kerak. Boshqa ishlar jiq hozir. Masalan, tibobatga doir nurg'un yaqin sohalar bor. Sestralar boshqalarga qaraganda yaxshi qila oladigan sohalar bor. Siz ko'rgan sestralik tarbiyasi foydasi tegadigan. Bular haqida izlanishingiz kerak. Masalaning halqi suyadiki, yaxshi ko'rmadim deb oldi bilan tashlab bitib, uning keyindan texim yaxshisini topolmay, uning keyindan kelib qaytadan qilishning o'zi qamlashmagan ish. Biz yaxshi o'ylashib men bayatim degandek, astoydil o'ylashib oldirmay qadam besishimiz kerakki, uzoq vaqt bardoshlik berishimiz kerak. Mayli har qanday tanlashda. Bu odamningki bir umrda g'albilik o'tish yoki o'tmasligidagi alqiliq masala. Rahmat. Erkinkam bu savolga inchik javob berdi. Ya'ni menimcha xuddi qiziqishmi vaqtli bo'lgan o'xshash, qiziqmaslikmi vaqtli. Rahmat. Bugun menimcha nihoyatda yaxshi bir fikrlash jarayoni bo'ldi. Ya'ni Erkinkamningki 20-30 yillik tirish jarayonidagi erishgan xulosalaridan biz bahralandik. Shundan birga biz o'qishmagan nuqtadan Erkinkamdagi nurg'unlagan ideyalarni qazdik. Demak, bizning jamiyatimiz shunday yangi ideya va tafakkurlarga muhtoj. Bugungi programmamizdagi bosh temasi bo'lsa, ya'ni o'zni tonish va hayotlik. Biz xuddi boshda aytgandek, bir odam o'zini tonish jarayoni, uniki butkul hayotning izlanish jarayoni. İlgiri bizningki qallamizda shunday bir ufqun bo'lgan bo'lishi mumkin. O bo'lsa-mu biz zodi ma'lum doiraning ichida, ma'lum vaqtgacha o'zimizni tonishimiz kerak deydigan bir ideya bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi jamiyatning taraqqiyoti bizga shunday bir besimni paydo qildi. O bo'lsa-mu xuddi o'rganishni biz mangulik o'rganish qilishimiz kerak degan ufqunga aylantirgan o'xshash, menimcha biz o'zimizni izlashnimi cho'qim mangulik izlashga aylantirishimiz kerak. Shunga bizning butkul hayotimiz o'zimizni izlash, bayqash, ondan o'zgacha hayot yaratish jarayoni bo'lishi mumkin. Ko'p rahmat, kelar sonda ko'rishaylik.